Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Uylar bilan, ishlar bilan, gullarni parvarish qilish bilan charchamayapsizlarmi? Sizlarga o'tgan safar video roligimda gullarimni ochilgan holatini ham ko'rsataman degan edim. Mana meni go'zallarim ochildi. Shunchalar chiroyli ochildi mana. Ochiq qizil, shunchalar chiroyli rangi. Mana yana 3 ta g'unchasi bor. Bu 5 ta ochiladigan ekan. Tagida mana yana g'unchasi bor. Bu ham mana qolgan. Mana bularim endi ochilib boshladi. Endi ochiladi bu ham. Nasib inshaalloh bular ertadan ochilib qoladi. Mana bu gulimda ham manaki. Juda ham chiroyli, yulduzchali, rangi ochiq qizil, tiniq qizil, rosa chiroyli ranglari. Odam ko'rgan sari tomosha qilgisi keladi buni. Mana bu ertalar ochilib qoladi. Bu ham bular 2 tadan ekan. Bitta tuvakda 5 talab chiqqan ekan, shuni hisobiga bular 2 ta ekan. U bitta tuvakda 2 ta chiqqani uchun, kuchi yetgani uchun ular 5 talab ochilgan mana. Juda ham chiroyli, rangi ochiq qizil. Mana bu endi ochilishni boshladi. Mana bu ertalar ochilib qoladi. Bu ham ertalar katta bo'lib qoladi. Tagida ham bittasi ochilibdi. Bu qiyshiq chiqqan, joy topolmagan bu bechara. 6 ta ochilgani uchun bitta tuvakda. Bu endi erta-indin ochiladi mana bular. Qolganlari ham yaxshi. Keyin Isqinantus gulim ham mana ochildi. Hozir suv sepguncha bitta gulchasini tushirib yubordim. Mana yana g'unchalari bor, u ham ochilib qoladi nasib qilsa inshaalloh. Keyin yana bitta yangiligim, ana bu ham tushib ketdi. Jasmin gulim mana g'unchalab boshladi. Mana oppoq guli. O'tgan yil rosa deguncha yozi bilan ochildi. Bir ochilsa hidi butun hovlini taratar ekan. Shunchalar hidi shirin, shunchalar hidi shirin. Mana bu ham g'unchasi. Bargi yo'g'i, lekin guldi g'unchasi. Mana ham g'unchasi. Bu yoqda ham bor mana bitta g'uncha. Hozircha 3 ta degan edim, mana bu yoqlarda ham bor ekan mana. Bu yoqda ham 2 ta g'unchasi bor ekan. Rosa shirin hidi, rosa chiroyli guli, shunchalar chiroyli. Bunim rosa ko'p shiraga chalindi. Shiraga chalinishi juda tez chalinar ekan. Ketishi ham rosa qiyin bo'lar ekan. Buni kirsonli suvda ham yuvdim. Issiq suvda ham yuvdim. Qayta vlajniy salfetkani yuvib, vlajniy salfetka yumshoq anosi bilan yuvib tashlayverdim, yuvaverdim. Qayta yuvdim. Saqlab qolgan barglarim shu bo'ldi. O'zi peshni chiroyli holatda edi. Nasib inshaalloh yana peshni yuvib ketadi. Buni ochilayotgan rosa hisob. Keyin yana bitta aytadiganim, spatfiling gulim. Bu chanqaganiga hozir suv sepib sprey qildim. Doim chanqaganda mana shetib shalpayib qolar ekan. Men buni tilini endi tushunyapman. Aytganimdek, bu spatikni olganimda video roligimda aytgan edim. Umuman spatfiling gullari boqib ko'rmaganman deb. Shuning uchun endi boqayapman. Endi bu suvsaganda chanqargan. Men suvsagani uchun suvsatib suv beryapman. Bunday aytganda ildizini chertib qo'ymaydim. Keyin bunimda yangilik mana gullashni boshladi. Yashil barg chiqarish kerak edi, chunki kelgandan beri bitta yashil barg chiqardi, 2 ta yashil barg chiqardi. Tanasidan endi oppoq gul chiqaryapti. Shunday xursand bo'ldim manaki. Bunisida ham bor. Nasib inshaalloh bu ham gullab qoladi. Gullagan vaqtidagi video rolikni ham ko'rsataman sizlarga. Shu go'zallarimda ochilganini sizlarga video rolik qilgim keldi. O'z xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishim keldi. Juda ham chiroyli rangi. Bu ham erta ochiladi. Ertaga nasib bo'lsa. Mana buni ham. Bizda yangiliklar ko'p. Gullarim hammasi gulga kirdi. Spatfilim g'uncha qilyapti. Jasminim g'unchalayapti. Isqinantuslarim ochilyapti. Mana shu gulning nomini bilmadim. Bilganlar kommentariyaga yozib qo'yingizlar. Mana 2 talab gullagan bunisi. Endi hamma narsani o'ziga yarasha chiroyi bo'ladi deganda bu gulda ham ochilishi shu. O'ziga yarasha chiroyli. Bitta opa dekabris gulingiz bormi, so'lib qoldimi degan ekan.
bor. Mana. O'sib ham ketmaydi, qurib ham ketmaydi bu gulim. Mana chetlari issiqqa o'zi qovjirab boshlabdi. Holati shunday bunimda. Hech katta qila olmadim. Dekabr kunlaridan chiqisha olmadim men. Endi kim qanday o'stira bilmasam, lekin men chiqisha olmadim. Umuman chiqisha olmadim. Mana shu vaqtda ancha zo'r bo'lib o'sadi. To'lib o'sgan edi. Mana shunday yoz boshlansa issiqqa qovjirab, quyosh yoz issig'iga chidab bera olmaydi. Hozir buni yana bitta turi bor, hozir uni ham sizlarga ko'rsataman. Yana bittasi mana shu. Buni ham olganimda dekabrist deyishgan edi menga. Dekabristning katta barglisi deyishgan edi. Yana birovdan so'rasam, ajdar guli deb aytdim. Keyin bozorda Gulchopada ko'rdim. Shuni kichkinasini dekabristning kattasi dedi menga. Endi kishilarim yaxshi bargini bilmas ekan, nomini bilmas ekan, endi men olgan vaqtim ham dekabristning kattasi deb bergan edi, kichkina edi. Hozir mana shuncha holatga kelib katta bo'ldi. Barglari enli, juda enli. Manasi ham yangi chiqib kelyapti. Mana bu ham yangi chiqib kelyapti. Mana bargi rosa katta. Hozir buni bu yerga stolga ko'rsatsam, mana bargini uzunligi qo'limcha ekan. Bitta bargini eng oxirgi chiqarganlari. Bu ham qalinligini orqasida mana qo'lim ko'rinmaydi. Juda zo'r, holati zo'r, katta bo'lishi ham zo'r. Katta bo'layotganda o'zi mana beri shunaqa bo'lar ekan, bu kesilgan deb o'ylamangizlar, endi chiqib kattaroq ketaverar ekan. Endi buni ham nomini topolmadim. Hamma har xil nom aytayapti. Shuning uchun bu nomini bilganlarim kommentariyada yozib yuborishlaringizni iltimos qilaman. Shu orqali sizlar orqali nomini bilib olaman. Buni tuvakka ekmoqchiman. Hozir tuvak ko'rsataman sizlarga. Hozir shu gulimda endi tuvagini almashtirmoqchiman. Chiroyli tuvakka ekib olmoqchiman. Mana ko'rinishlari juda ham chiroyli, holati zo'r. Endi bunga hozircha ikkita tuvagim bor. Tanlolmayapman qaysi biriga ekishni. Shu tuvagimga eksammikan yo bunisiga eksammikan. Mana buniki garshugi shu mana shuncha ekan. O'zini garshugi bilan bir xil ekan. Endi ichi chuqur bo'ladi-ku bunisini. Mana buni bunday hisob qo'yganda holati mana. Shunga eksammikan yo bunga eksammikan. Endi ikkalasiga rosa ikkilanib turibman. Qaysi bir tuvakka ekishni bilmayapman. Shu gulimni ham yaxshi to'proq tanlab ekmoqchiman. Endi nima deydi? Sizlarning menga maslahatlaringiz kerak. Qaysi biriga ekishimni maslahat berasizlar. Sizlar fikrlaringiz men uchun hamisha muhim. Shuning uchun o'z fikrlaringizni kommentariyada bildirib qoldiringizlar. Men shunga qarab shu gulimda shu chiroyli oppoq tuvaklarga o'tkazib olmoqchiman. Xuddi mana bu gullarimday bir xil qilib qo'yaman-da, mana. Bugungi sizlarga ko'rsatgan video roligim shundan iborat edi. Videom yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.